Mana Qarshi shahar 4-muddi tuman 6-ko'p qavatli uy. Mana organik supermarketi. Mana hali 1 sutka bo'lgani yo'q yomg'ir yoqqaniga. Mana bugun chislo 24-mart. Mana shu tomlardan oqib nima bo'lgan suvlar ham qo'shilib tarnovlardan oqib ketgan. Uyda oldi bilan mana shunday bo'libdi. Mana padiz. Mana padizda eshigini oldigacha kelgan tarnovdan oqqan suv tepadan. Mana. Devorlarni mana bu yoqqa bilan zax chiqib ketibdi yog'ingarchilik tufayli. Padizdan kiramiz. Mana bu mana chakkillab mana bu yoqqacha suv oqibdi. Mana tomdan kelibdi bu padizda tom qismidan. Nomni mana birinchi etaj. Hammasi 4-etaj tomdan oqib kelibdi. Mana 3 yildan beri ahvol shunday. Mana shunday ahvolga mana. 2-etajda mana. Beh pastlar bilan shunday. Mana. Shular ham tomdan mana. To'xtovsiz. Bu yomg'ir 5 kun yo'q ekan deb internetdan ko'rdi. Hali yomg'ir yoqqani 1 sutka bo'lgani yo'q. Mana 3-etaj bu. Mana 3-etajda ahvoli. Endi 4ga chiqamiz. Mana 4-etajning ahvoli. Mana. O'tsam odam ustiga oqibdi bu. Mana 4-etaj. Ko'lmay bo'lyapti bu yoqda mana. Suv yo'qolib. Mana. 4-etaj. Mana padiz. Tepa oqib o'pirilib ham tushibdi. 3 yildan beri ahvol shunday. Mana. Nega 1 satil suv bor? Mana. 1 satil. To'rtinchi etajdagi yashovchi fuqarolarimizda ham tomlaridan ana shunday suv oqib kelibdi ekan. Kvartiralarning ichidan. Ayrimlari ayollar ko'rsatishdi nimani, kvartirasini tomidan oqadiganini jalba qilishyapti.